Assalomu alaykum Islom Mobile obunachilari. Bugun biz sizlarga yangi svej kirib kelgan tovarlarimiz S flagman modellar hamda budjetli A M modellarini obzorini qilib beramiz. Narxlarimiz bomba skidka narxda chegirmay qo'yganmiz. Undan tashqari ozgina bo'lgan iPhone modellarimiz ham bor. Buni ham obzorini qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa manfaatdor bo'lasizlar. Bizning manzilimizni so'rayotgan mijozlarimiz uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Xonaqoq masjidining ro'parasida joylashgan Islom Mobile telefon magazini. Tashrif buyurib ko'rib olishlaring mumkin hamda pastda qoldirgan nomerlarimizga telefon qilib biz bilan bog'lanib sotib olishlaring ham mumkin. Smartfon sotib olayotganda yo'lda yaqinli akalarimiz Telegramdan yozsalaring biz sizga smartfonni to'rala tomoni hamda orqa oldini video qilib tashlab beramiz. Ko'rib, yoqtirib, ma'qul kelsa olishlaring mumkin. Xo'p, unda biz obzorlarni boshladik. Bizga S24 Ultra smartfonlarimiz kirib kelgan, holatlari ideal holatda. Xudo xolasa shilingan, qilingan joylari yo'q, ko'rishlaring mumkin. Buni sizlarga Koreya region $695 berishga tayyormiz. Bittagina dual sim karta Vietnam variant desert svetda holatlari a'lo darajada turibdi. Buni $730 ga taklif qilaman, foydalanib olinglar. Xo'p, qip-qizil svetda yoqtiradiganlar uchun S20F 6128 talik holatlari a'lo darajada. Buni chegirma narxda $170 qilib beramiz. Samsung Note 9 Note ishqibozlari uchun smartfon tiniq holatda yangidek bir qo'l ishlangan. Buni narxini chegirma narxda $150 ga taklif qilaman, foydalanib olinglar. S22 chuqur svetda bor. Holatlari o'ta ham a'lo darajada. Inshaalloh smartfonlar tiniq holatda turibdi. Olib maza qilib ishlatasizlar. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga BTS pochta orqali yetkazib beramiz, mutlaqo bepul. Buni narxini sizlarga $275 dan taklif qilaman, S22 ni o'zi. Xo'p, Note 20 Ultra 12256 talik 4500 ampere qora svet holatlari ideal holatda ko'rishlaring mumkin. Bu narxni chegirma narxida $285 ga foydalanib olinglar. S23 Ultra bir donagina qora svet 12256 5000 ampere holatlari a'lo darajada $530. 21 Ultra so'rayotgan mijozlarimiz uchun S21 Ultra desert svet bir qo'l ishlangan, yangidek turibdi, shilingan, qilingan joylari yo'q. Buni sizlarga $320 taklif qilaman, foydalanib olinglar. S22 Plus so'ragan mijozlarimiz uchun S22 Plus holatlari ajoyib darajada turibdi. Inshaalloh smartfonni olib maza qilib ishlatasizlar. 8256 4500 ampere $300 taklif qilaman. Budjetli variantda so'rayotgan mijozlarimiz uchun Samsung A90 smartfoni. Holatlari a'lo darajada turibdi. Olib maza qilib ishlatib foydalanib olinglar. Buni narxini sizlarga $165 qilib beramiz. S21 da o'zini so'rayotgan mijozlarimiz uchun 6 dona kelgan. Holatlari a'lo darajada. S modelining eng ko'p sotilgan modellaridan hisoblanadi. 8256 talik 4000 ampere holatlari a'lo darajada. Buni $275 taklif qilaman, foydalanib olinglar. M modelimizdan cho'l svetda talab juda ham kuchli bo'layapti. Yana olib keldik. O'tgan safarga qo'ygan telefonlarimiz hammasi sotilib ketdi. Bu daje bu safar kelganlar o'ta ham ideal holatda, salafallari ham turibdi. Hatto chetaman deb turibdi. Tiniq holatda turibdi. Buni chegirma narxida $125 dan taklif qilamiz, foydalanib olinglar. Xo'p. iPhone 13 sevishganlar uchun pushti hamda ko'k blue sveti holatlari a'lo darajada 97.2 80 dan baland.
Buni $330 dan taklif qilamiz, foydalanib ko'ringlar. O'tgan safar chegirmaga qo'ygan 13 Pro'larimiz hammasi sotilib ketdi. Atiga 3 dona qoldi. 128 talik 3 xil svet, holatlari a'lo darajada. Emakalari 100% o'tgan afsanli rastamon shoqqa kelgan tovarlar. Buni sizlarga chegirma narxda $440 dan qilib beramiz. 14 Pro so'rayotgan akalarimiz uchun Gold svetda topish oson emas hozirgi kunda. Buni narxini $550 qilib beramiz, foydalanib qo'ringlar. 16 Pro holatlari ajoyib. Ishlatadi, maza qilasizlar ishlatib. Xo'p, 97% yonkis, 92% yonkis, ikkalasi ham 128 talik, holatlari a'lo darajada. Buni narxini sizlarga $835 dan qilib beramiz, foydalanib qo'ringlar, inshaalloh olib maza qilib ishlatasizlar. 12 Pro Gold Svet bir donagina qoldi. Tiniq holatda 128 talik Koreya region, buni $345 qilib beramiz. Xo'p, hozircha smartfonlarimiz obzorlarini qilib berdik. Kamchiliklar uchun oldindan, kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Sekin-sekin to'g'rilanib ketadi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun pastdagi sanada nomer qoldiramiz. Qo'limizdan kelgancha sizlarga ko'ngillarni olishga harakat qilamiz. Bizda har doim smartfonlarni flagman tiniq holatdagi sotib olishlaringiz mumkin. Narx-navolarni sotib olishga qaraganda ancha arzon. Albatta, xudo xohlasa zakaz beringlar. Biz tez pochta orqali O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul holatda yetkazib beramiz. Hammalarga salomat, sog' bo'linglar.